Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Dars mashg'ulotlarini boshlashimizdan oldin o'zimni bir qator tanishtirib o'taman. Men Farg'ona davlat texnika universiteti dastur injineriya va kiber xavfsizlik kafedrasi assistent o'qituvchisi Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li sizlar bilan bugungi dars mashg'ulotini olib boramiz. Bugungi dars mashg'ulotimizning mavzusi timsollarni tanib olish tizimlari fanining mazmun va mohiyati bilan sizlar bilan tanishib chiqar ekanmiz. Bu mavzuni o'rganishimizda rejalar tuzib olganmiz. Birinchi rejamiz fanning mazmun va mohiyatini o'rganar ekanmiz birinchi rejada. Ikkinchi reja fayl va yozuv tushunchasi. Uchinchi rejamizda avtomatlashgan axborot tizimlari. Uchala reja bo'yicha sizlar bilan batafsil ko'rib chiqar ekanmiz. Birinchisi, timsollarni tanib olish tizimlari fani nima o'zi? Bizga nimalar beradi bu fan? Xo'p, axborot tizimlarida ma'lumotlarni aniqlash, tasniflash va boshqarish usullari. Ya'ni ma'lumotlar ustida qandaydir amallar bajarishni ko'rib chiqar ekanmiz. Ikkinchisi, timsollar bu ma'lumotlarni ifodalash uchun ishlatiladigan belgilar, ramzlar va kodlar. Bu timsollarga yana misol keltirishimiz mumkin. Obyektlar tushunchasini ham olsak bo'ladi. Bu obyektlar tushunchasida inson ham kiradi yoki biror bir jismlar, kompyuter yoki mana shu kabi xullas timsollarni o'zining xos xususiyatlariga ega bo'lishligi kerak. Uchinchisi, fanning maqsadi ma'lumotlarni samarali saqlash, uzatish va qayta ishlashni ta'minlashdan iborat ekan. Xullas, bizga mana shu timsollarni tanib olish tizimlari fani mana shu narsalar o'zi bilan ta'riflasak yetadi. Keyingi rejamiz bo'yicha gaplashamiz. Fayl va yozuv tushunchalari. Birinchi, fayllar haqida gaplashamiz. Fayllar bu ma'lumotlar to'plami, kompyuterda saqlanadigan axborot birligi. Fayllar turli formatlarda bo'lib, matn, tasvir, audio yoki dastur kodini o'z ichiga olishi mumkin. Bu nima degani? Fayl o'zimiz kompyuterimizda yaratadigan fayl, ya'ni bu papka bilan ajralish kerak. Ya'ni papkani o'zining tipi bo'ladi. Faylni o'zining tipi mavjud bo'ladi. Mana shu fayllar o'zlaridagi o'sha tiplari deganda yana formati tushuniladi. Masalan, video bo'ladigan bo'lsa, bu MP4, AVI kabi fayllarning formatlari mavjud. Masalan, audioniki MP3 mana shu kabi fayllarning o'zini formatlari mavjud bo'ladi. Keyingisi yozuv. Bu yozuv nima? Fayl ichidagi ma'lumotlarning alohida elementlar, masalan, matn, raqam yoki kodlardan iborat bo'ladi. Bunda har bir yozuv ma'lum bir ma'lumotlar turini ifodalaydi va faylning umumiy tuzilishining bir qismi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi fayl va yozuvlar tizimda ma'lumotlarni tashkil etishda asosiy birlikdir. Xo'p, faylning ichidagi har bitta o'sha yozilgan ma'lumotlar bu mana shu yozuvlar deb yuritiladi. Keyingi slaydimizda ko'radigan bo'lsak, ma'lumotlar bazasi bilan va ma'lumotlar banki ikkala ma'lumotlarga, ya'ni bu ma'lumotlar bazasi o'zi nima, ma'lumotlar banki nima, mana shular haqida gaplashamiz. Ma'lumotlar bazasi bu tuzilgan, ya'ni tartiblangan ma'lumotlar to'plami, tezkor qidiruv va boshqaruv uchun mo'ljallangan. Unda ma'lumotlarni samarali saqlash, qayta ishlash va foydalanishni ta'minlaydi. Xo'p, buni qanday tushunsak bo'ladi? Ya'ni Excelda yozilgan ma'lumotlar. Ya'ni biz bunda qayta ishlashimiz oson bo'ladi, tartiblangan bo'ladi. Ya'ni o'shanda filtrlashimiz mumkin yoki bo'lsa saqlashimiz, qayta ishlashda osonlik keltirib chiqadi. Bu mana shu o'sha Excelda jamlangan ma'lumotlar, bu ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Keyingisi ma'lumotlar banki. Bu nima? Bu katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun mo'ljallangan tizim.
Bu ko'proq katta hajmdagi xizmatlar va ma'lumotlarni arxivlarni o'z ichiga olar ekan. Ya'ni bu o'z-o'zidan ma'lumotlar banki deganda bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tushunishimiz kerak. Ya'ni bir nechta ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan ma'lumotlar banki bo'lishi mumkin. Bu o'z-o'zidan katta hajmli ma'lumotlar bo'ladi. Misol uchun deyapti, bank mijozlari ma'lumotlar bazasi yoki katta kutubxona katalogi ma'lumotlar banki hisoblanadi. Ular tezkor ma'lumot olish va tahlil qilish imkonini beradi. Mana shular ma'lumotlar bankiga misol bo'lishi mumkin. Keyingisi avtomatlashgan axborot tizimlari. Xo'p, avtomatlashtirilgan axborot tizimi bu ma'lumotlarni avtomatik yig'ish, saqlash va qayta ishlash hamda natijalarni taqdim etish bilan bog'liq. Birinchisi, axborotlashgan axborot tizimlari ma'lumotlarni inson aralashuvisiz avtomatik tarzda to'playdi. Bu esa vaqt va resurslarni tejaydi. Bu nima degani? Ya'ni tizimga siz so'rov yuborasiz hamda tizimdan avtomatik sizga so'rov qaytib keladi. Ya'ni bu yerda insonning aralashuvi bo'lmaydi. Ya'ni bevosita inson resurslarini chiqarib tashlab, faqat tizim orqali sizga ma'lumotlar taqdim etiladi. Ikkinchisi, saqlash va qayta ishlash. Tizim ma'lumotlarni xavfsiz saqlaydi va tezkor qayta ishlaydi, tahlil va qaror qabul qilish uchun tayyorlaydi. Bu ya'ni o'sha tizim tezlik bilan sizga o'sha yuborilgan ma'lumotlarni qayta ishlab, sintez qilib saqlaydi yoki sizga qayta ishlash uchun yuboriladi. Uchinchisi, natijani taqdim etish. Yakuniy ma'lumotlar foydalanuvchilar uchun qulay va tushunarli formatda taqdim etiladi. Xo'p, endi bu uchalasini uchun qo'shimcha qilib ma'lumot beramiz. Ya'ni axborot tizimlari yordamida inson omilini kamaytirib, tez va aniq natijalar olish mumkin. Bu esa samaradorlikni oshiradi. Masalan, onlayn savdolar yoki bo'lmasa, masalan, elektron hukumat tizimlariga misol keltirsak bo'ladi. Bular biz buni MyGo'ni misol keltiraman. Ya'ni MyGo'da siz qanaqadir o'z haqingizda ma'lumot olmoqchisiz yoki mehnat birjasi tomonidan siz mehnat daftarchangizni ko'rmoqchisiz. Qayerlarda ishlagan, qachon ishlagan, mana shu kabi ma'lumotlar kerak. Siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni kiritasiz, sizga avtomatik tarzda bu ma'lumotlar qayta ishlab, ya'ni o'sha ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar bankidan sizga ma'lumotlarni topib, sizga taqdim etadi. Mana shular avtomatlashgan axborot tizimlariga misol bo'ladi. Keyingisi, obyekt va predmet soha tushunchalari. Bu obyekt tizimda o'rnatiladigan yoki boshqariladigan aniq narsa yoki hodisa. Har bir obyekt o'z xos xususiyatlariga ega bo'ladi. Bu, masalan, insonni ham tushunsak, obyekt sifatida qarasak, masalan, har bitta insonning o'z xos xususiyatlari mavjud. Predmet soha obyektlar va jarayonlar to'plami. Fan yoki texnologiya sohasi. Bu soha doirasida ma'lumotlar va qoidalar amal qiladi. Masalan, bank tizimida obyekt, bu mijoz o'zining hisoblari, tranzaksiyalari bilan, ya'ni keyingisi bo'ladigan predmet soha bu moliyaviy xizmatlar, kredit, depozit, pul o'tkazmalari hisoblanar ekan. Timsollarni tanib olishning amaliy ahamiyati. Ma'lumotlar xavfsizligi, ma'lumotlarni kodlash, shifrlash orqali ruxsatsiz kirishdan himoyalash. Bu nima degani? Bu timsollarni tanib olishning amaliy ahamiyati. Masalan, har bitta timsolning o'zining nima xos xususiyatlari bor dedik. Mana shu xos xususiyatlari orqali tizimga kirish. Mana shu tizimga kiradigan bo'lsa, har bitta insonning o'zining xos xususiyatlari mavjud. Mana shu orqali ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi. Tezkor qidiruv va tahlil. Katta hajmdagi ma'lumotlarning ichidan kerakli axborotlarni tez topish va uni tahlil qilish. Ya'ni bu tezkor qidiruv va tahlil jarayonlari. Tizimga yuborilganda tizim siz yoki siz emagingiz, ya'ni birinchi jarayonda identifikatsiya qilinadi hamda biz tizimga kirgan paytimiz bu autentifikatsiya deyiladi. Mana shu autentifikatsiya jarayonini tezlashtirish, ya'ni tezkor tahlil qilish. Integratsiya bu kompyuter tizimlarida ma'lumotlar almashinuvi va integratsiyani osonlashtirish usul platformalar orasidagi aloqani ta'minlash. Integratsiyani o'zimiz bilamiz, ya'ni ikkita tizim o'rtasidagi aloqa, bir-birini bog'lash, bu integratsiya deyiladi. Timsollarni tanib olish fanning rivojlanishi dastlabki
kodlash tizimlari, ya'ni shu ko'rib turibmiz slaydda ASCII 2 kodi, Unicode kabi standartlar bor. Ikkinchisi bo'lsa zamonaviy tizimlar. Bu zamonaviy tizimlar biometrik tizimlar, barmoq izi, yuzni tanib olish, QR kodlar, RFID texnologiyalari, ma'lumotlar almashish va identifikatsiyani yanada takomillashtiradi. Uchinchisi kelajak texnologiyalar, sun'iy intellekt, ya'ni yoki mashinali o'qitish, o'rganish yordamida timsollarni avtomatik aniqlash va tahlil qilish imkonlarini kengaytiradi. Ya'ni bu o'z-o'zidan hozirgi kunda mana shu kelajak texnologiyalari davrida ketyapmiz. Mana shu 2-3 davrida mana shu sun'iy intellekt bilan bevosita ishlayapmiz. Xo'p, timsollarni tanib olish va avtomatlashgan axborot tizimlari. Bular shu timsollarni tanib olish jarayoni quyidagi vositalardan iborat bo'ladi. Bular skanerlash va kodni dekodlash, ya'ni kodlash hamda dekodlash. Birinchi kodlab, keyin nima? Dekodlash, ya'ni kodni yechish. Ikkinchisi ma'lumotni qayta ishlash, qaror qabul qilish yoki harakatni amalga oshirish. Misol uchun bankomatlarda kartani tanib olish yoki sanoatda mahsulotlarni kuzatishlarni misol keltirib. Xo'p, keyingi slaydda ko'radigan bo'lsak, ya'ni oxirgi slaydimiz bu xulosa qismimiz, ya'ni timsollarni tanib olish tizimlari fanning kelajagi. Bir nima? Axborot texnologiyasining rivojlanishi bilan timsollarni tanib olish yanada muhimlashmoqda. Ya'ni o'z-o'zidan hozirgi kunda ko'p ishimiz axborot texnologiyalari, ya'ni axborot tizimlari bilan bevosita bog'liq. Ya'ni bu jarayonlarga biz har bittamiz login parol tizimlarimiz bilan kiramiz. Mana shu login parol tizimlarini mana shu timsollarni tanib olish orqali, ya'ni o'sha Face ID, QR kod, barmoq izlari orqali kirish bilan bog'lashimiz mumkin. Xo'p, katta ma'lumotlar, IoT va sun'iy intellekt asosida yangi imkoniyatlar ochiladi, ya'ni yangi ochilmoqda. Uchinchi, timsollarni tanib olish zamonaviy axborot jamiyatining poydevori har bir sohada qo'llaniladi. Bu har bir sohada qo'llaniladi. Ya'ni bank tizimlarida hozirgi kunda masalan kredit oladigan bo'lsangiz ham sizni mana shu yuzingizni identifikatsiya qilib, keyin sizga o'sha ma'lumot berishi, taqdim qilishi yoki sizga qanaqadir moliyaviy ishlarni olib borishi mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Hammalarga katta rahmat.